Alloh bergan eng buyuk ne'mat iymon ne'mati bo'lsa, undan keyin turadigan ne'mat bu janobimiz sollallohu alayhi vasallamga ummat bo'lish. Janobimizga ummat bo'lishi jamiki payg'ambarlar so'ragan. Bitta payg'ambarga nasib qilgan. Bu Iso alayhissalom. Shunday zotni ummati bo'lib turib tanimaymiz. Beodoblik qilamiz huzurlarida. Qat'iy kelayotganimizni ham bilmaymiz. Farzandlarimizga u insonni tanitmaymiz, gapirmaymiz u inson haqida. Keyin 23-25 yoshga to'lganda telefon qilinadi. Ukam qayerdasan? Labbi aka, nima xizmat? Jiyaning bor edi yoning. Shunda ikki og'iz nasihat qilib qo'ydim. Aka, nima muammosi yo'q. Kelursilar deyman. Nasihat qilishdan qochmaymiz deyman. Aka, bitta savolim bor sizga. Labbi, nima savoling bor deydilar. Kenayim bilan mana shu farzandingiz tug'ilgandan boshlab, mana 23 yil o'tibdi. 23 yil davomida necha rakat namoz o'qidinglar farzandinglarning kamolati uchun?